Nodirbek usta nomli kuzatuvchimizdan kelgan savol. Assalomu alaykum. Badanim ko'p qichiydi. Doktorlar eshak yemi deyishyapti. 1 yildan buyon qichiydi. Lecheniya olsam foyda bo'lmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Nodirga savol uchun rahmat. Nima qilsam bo'ladi? Birinchi o'rinda torvoni keltirib chiqarayotgan sababni topishga harakat qilish kerak. Bular ichida eng birinchi o'rinda viruslar hisoblanadi. Viruslar ichida gerpes viruslari alohida ahamiyatli. Bundan tashqari gepatit B, gepatit C viruslari ham to'rvoqqa keltirib chiqarishi mumkin. Juda ko'plab viruslar to'rvoqda sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari stafilokokk, streptokoklar, mikoplazma pnevmoniya kabi infeksiyalar ham to'rvoq keltirib chiqarishi mumkin. Viruslar infeksion agentlardan tashqari yana to'rvoqqa sabab bo'luvchi omillardan bittasi bu qalqonsimon bezga nisbatan organizmda autoantitela sintezlanib qolishi. Buni ham inobatga olish kerak. Yana sabab bo'luvchi omillar to'rvoq bilan og'riydigan juda ko'p bemorlarda selakiya degan holat, selakiya degan kasallik aniqlanadi. Buni ham e'tibor qaratish kerak. Siz hammasini tekshirtirib xulosa qilishga harakat qiling, chunki organizm bir butun. To'rvoq keltirib chiqarayotgan sababni bilish uchun butun organizmda bo'layotgan jarayonni imkon qadar baholashga harakat qilish kerak. Klinik amaliyotda 70% holatda to'rvoq keltirib chiqarayotgan aniq sababni topishda imkoni bo'lmaydi. Bundan tashqari sizga tavsiya qilishimiz mumkin, omalizumab kabi biologik preparatlarni qo'llash orqali to'rvoqdan xalos bo'lish yoki bo'layotgan klinik belgilarni yengillashtirish mumkin.